مسيطرة، همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي هتلمها، أنا قلبتي ما انتش قدها، أنا واحدة الغيرة في دمها. استنى أنا لسه بكلمك، والامتى أنا هفضل أفهمك، من يوم ما قابلتك قلتلك لو بصيت برا هزعلك، لو بصيت برا هزعلك. مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. ولا حاجة في الدنيا تهمني، ولا حاجة من جوه تهزني، بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني. على قلبك يا ابني قعدتلك، ولو اتعوجت انا هعدلك، ولا تقدر واحدة تقرب لك، ولا تقدر واحدة تبصلك، ولا تقدر واحدة تبصلك. مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة. Assalomu alaykum klubnikalarim va nihoyat endi 5-darsga keldik. Xo'sh, musaytaraning eng glavniy elementlaridan bittasini o'rgatib ketaman bugun. Bundan oldingi raqsimdagi naqoratdagi element, ya'ni движенияni o'rgatib ketaman. Xo'sh, oyoqlarimizni oldiga chiroyli qilib qo'yib oldik. Har doim oyoq uchida turamiz. Bu bizning raqsimizni jozibali qilib beradi. Agar oyoqlarimiz uchida turmasak, hozir men sizga farqini ko'rsataman. Oyoqlarim uchida turmayapman mana. Ko'rib turibsiz. Ana endi oyoqlarimni uchiga qo'yib oldim. Chiroyli oldiga engashdim. Ko'rdinglarmi, bitta oyog'imning uchini o'zgartirganimga qanchalik shu holatimiz chiroyli ko'rinyapti. Xo'sh, oyoqlarimizni chiroyli oldiga qo'yib oldik. Ahamiyat berishimiz kerak. Oyoqlarimiz slishkum oldida bo'lib ketishi kerak emas. Oyog'imizni oralig'i katta bo'lib ketishi kerak emas. Yaqinroqqa qo'yib olamiz va bukchaymasdan, bukchaymaymiz. Bellarimiz kirgan. Xuddi shu holatda oldiga turib oldik. Ana endi qo'llarning движениясini ko'rsataman va qo'llarimizga qo'shib boksa движениясini ko'rsataman. Qo'llarimiz mana bu holatda bo'lganda, mana bu движенияni qilganimizda boksalarimizni tepaga pastga olib tushamiz. Qo'llarimiz bu holatda bo'lganda boksalarimiz ichkariga qarab aylanadi. Ichkariga qarab. Qo'llarimiz yuzlarimizga tekkanda boksalarimiz qo'llarimiz bilan baravar qimirlaydi. Sochlarimizni oldiga tashadik, orqaga. Mana shu движенияni xo'sh, sekin ko'kraklarimizni oldiga qo'ydik, oldiga tashadik, sekin chiroyli shu holatda turib oldik. Oyoqlarimiz oyoq uchida. Xo'sh, qo'llarimiz 1, 2, 3. Ko'rdingizmi? Qo'llarim bilan baravar boksalarim qimirlayapti. Vot. 1, 2, 3. Ana endi qo'llarimizning harakati o'zgarganda boksalarimiz harakati ham o'zgaradi. Vot. 1, 2, 3. Ahamiyat bering.
faqat bo'ksalarim qimirlayapti, tepa qismim qimirlamayapti. Qo'llarimiz harakati o'zgarganda yana bo'ksalarimiz harakati o'zgaradi. Mana shu xuddi shu движенияni ana endi xuddi shu holatda qilishimiz kerak. Tepaga, pastga, tepaga, pastga. Qo'llarimiz bilan qo'shdik. 1, 2, 3. Ana endi ikkinchi движенияmizni bo'ksalarimizni aylantiramiz. Ya'ni tashqariga emas, bo'ksalarimizni ichkariga aylantiramiz. Bo'ksa suyagimiz 1 tepaga olib chiqdik, ichkariga aylantirib pastga tushirdik. Pastdan ochilamiz, tepaga olib chiqdik, ichkariga, pastga olib tushdik. Mana shu holat bo'lishi kerak. Xuddi shu движенияni ana endi shu holatda bajaramiz. 1, 2, 3. Ana endi uchinchi движенияmiz o'ngga chapga bo'ksalarimiz. To'g'ri ko'rsataman, to'g'ri turib ko'rsataman. Shu bo'ksalarimiz o'ngga chapga. O'ngga chapga. Turib oldik. Oldingi holatimizga 1. Qo'llarimiz bilan baravar bo'ksalarimiz qimirlaydi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi hammasini bitta qo'shib ko'rsatib beraman. Boshladik. Chiroyli ko'kraklarimiz pastga, po'palarimiz orqaga. Ataylab to'n qo'yib olmaymiz qizlarjonlar. Oyoqlarimiz oyoq uchida turgani evaziga chiroyli xuddi shu holatda tursak, po'palarimiz ham chiroyli xuddi to'nqayib turganga o'xshab turadi. Xo'sh, ana endi boshidan shu harakatlarni ulaveramiz. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Sochlarimizni tashladik. 1 orqaga. Chiroyli kichkina mayda qadamlar bilan tryaska. Men parikdaman, to'g'ri tushunasizlar qizlarjonlar. Sochlarimni tushirib orqaga qilish menga ham juda ham qiyin, lekin men harakat qildim. Raqsda buni sizga ko'rsatib bergani. Klubnikalarim, agar sizga men o'rgatayotgan texnika yoqayotgan bo'lsa, sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa va siz ko'proq narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram raqamim bor. Telegram orqali menga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Meni onlayn kurslarim ham bor. Onlayn kursimda arab raqsidagi asosiy, juda ham важный bo'lgan движенияларni birma-bir o'rgatganman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, qanchalik kommentariya va shirin so'zlaringizni yozsanglar, shuncha qanchalik ko'p like bossanglar, men yanada tezlashtirib keyingi videoni chiqaraman.